Takbir bir Toronto'dan. Allahu Akbar. Ilhom aka, Alloh muborak qilsin. Maşallah. Mana shu bugungi o'tkazilgan musobaqani tez yo'nalishi bo'yicha o'tkazishlikka sabab bo'ldi. Chunki biz boshimizni qotirib qo'ydi. Olib kelgan 8 ta talabaning 6 tasi deyarli Qur'onni yodlagan bolalar ekan. Kanada shuni peshqadamiga. Boshqalarni o'rnak olinglar. Shu sabab Qur'oni Karim musobaqasi yo'nalishi boshqa nimaga qarab ko'chirildi. Masalan, 10 yoshdan 16 yosh, 16 yoshdan 24 yoshgacha faqat amma juzini o'qib nima qilinadi, musobaqa qilinadi. Bu kishi sabab Surah Baqaradan bir bora qo'shdik. Bir kunda kechasi bilan shu Hasanxon qori, Amirxon qori maslahatlashib, shuni qo'shib mana o'tkazdik. Bugun musobaqani mana shunday eng go'zal holatda o'tishligiga kanadalik qorilar mana shu harakatni sabab bo'ldi. Inshaalloh kelasi yillarga mana shu har bir shtatdan o'nlab murakkab qorilar chiqsin. O'zi alohida bermoqchi edim-ku. Endi hozir shu Kanada desiga ham munosib bo'ldi. Haqiqatda Ilhom aytmoqchi ajoyib bir nima qildilar. Musobaqani bir to'la Shimoliy Amerika musobaqasi deyishga ham sabab bo'ldilar. Alloh o'zining xizmatlarini qabul qilsin va ziyoda aylasin. Biz ham mana shu fursatdan foydalanib o'z niyat qilgandik akam. Men lekin bir narsaga ishonaman. Siz shu kitoblarni borib bu yoqdagi qavmingizga o'qib berasiz inshaalloh. Va bularga biz guvohmiz, qolganlarimiz bilgani qatori bir haftamikan yo'lda safar bosib keldilar. Mashinada kelyaptilar. Alloh qabul aylasin. Muborak bo'lsin bu butun jamoatingizga. Siz masjidlaringizga imomlaringizni birga o'qib berasizlar. Buni inshaalloh imomlar hammasiniga inshaalloh sizlarga nasib qilgan bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana iloslar. Haligi Ilhom kelib qoldi-yu bekorga yozsa ekanda. Muborak bo'lsin aka, muborak bo'lsin. Shunday. Alloh rozi bo'lsin ustozlar, birodarlar. To'g'risi juda ham xursand bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Bu avvalambor bizni butun Kanadadagi jamiyatlarimiz, O'zbekistonlik vatandoshlarimiz sevinchini cheki yo'q. Chunki bu narsaga hammalarning savllari bor. Avvalambor bizning shu bu yerga kelishimizga 20-25 tadan ortiq oilalar keldi. Uzoq masofadan bu yerga kelishlari alhamdulillah bu avvalambor Qur'oni Karimga bo'lgan ixloslari. Biz siz aziz ustozlarimizga, muhtamlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatlari bo'lganiga ko'rib juda ham ajablandik. Shuning uchun bizni o'zimizni ajoyib bir homiylarimiz bor. Kanadada shu bizga shu nima deydi, din ta'limida, masjidimiz yordamlashda ajr faollarimiz bor. Bizni haqiqiy jannat sevinchida yurgan jannat nimalari, oshiqlarimiz bor. Hammalaridan sizlarga salomni yetkazmoqchimiz. Inshaalloh Shahrjon qori akamlar inshaalloh sizni yaqin davrlarda shu Kanadaga sizlarni taklif qilmoqchimiz. Inshaalloh. Juda ham ko'plab muxlislaringiz, ustozlarimizning muxlislari ilhaqlik bilan turishdi. Keyingi yil ziyofat sizga, ya'ni Qur'on ziyofati. Inshaalloh. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Allah rahmat ustoz. Bundan keyingi tashakkur bu musobaqa vaqtida